Assalomu alaykum. Bugungi tahlilimizga xush kelibsiz. Bugun biz buxgalteriya hisobining juda qiziq, lekin ayni paytda ko'pchilikni chalg'itadigan bir jihatini, ya'ni investitsiya mulki yoki IAS 40 standartini ko'rib chiqamiz. Keling, ko'pchilik duch keladigan bir klassik tuzoqni birgalikda tahlil qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Tasavvur qiling-a, siz yangi bino sotib oldingiz. Xo'sh, endi uni buxgalteriyada qanday hisobga olasiz? Bu savolga bergan javobingiz ish butun moliyaviy hisobotingizga ta'sir qiladi. Chunki hammasi bittagina narsaga bog'liq. Siz u binodan nima maqsadda foydalanmoqchisiz? Keling, mana shu jumboqni birga yechib ko'ramiz. Demak, qarang, sizda 3 ta asosiy yo'l bor. Agar binoni o'z ofisingiz yoki zavodingiz sifatida ishlatsangiz, bu IAS 16, ya'ni asosiy vositalar. Agar siz qurilish kompaniyasi bo'lsangiz va uni sotish niyatida bo'lsangiz, unda bu IAS 2, ya'ni zaxiralar. Va nihoyat, agar maqsadingiz uni ijaraga berib daromad topish yoki vaqt o'tishi bilan narxi oshishidan foyda ko'rish bo'lsa, ana o'shanda IAS 40 investitsiya mulki standartiga murojaat qilasiz. Endi esa, keling, eng qiziq joyga o'tamiz. Ko'plab talabalar va hatto tajribali mutaxassislarni ham adashtiradigan mashhur Lavender keysini ko'rib chiqamiz. Bu misol standartlarni qanchalik chuqur tushunish kerakligini ajoyib tarzda ko'rsatib beradi. Xo'sh, vaziyat bilan tanishaylik. Lavender kompaniyasi 2002-yil 1-yanvarda $30 million bino sotib olgan. Foydali xizmat muddati 30 yil. Va mana shu yerda eng muhim detal. Bu bino kompaniyaning o'z xodimlariga ijaraga berilgan. Oradan ro'ppa-rosa 5 yil o'tib, 2007-yil 1-yanvarga kelib, binoning bozor narxi deyarli 2 barobar oshib, $50 million yetgan. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Bino ijaraga berilyaptimi? Demak, bu investitsiya mulki, ya'ni uni IAS 40 bo'yicha hisobga olish kerak, shunday emasmi? Bir qarashda juda mantiqiy tuyuladi. Lekin yo'q, bu mutlaqo xato. Bu aynan o'sha biz aytgan klassik tuzoqning o'zi. Ko'pchilik ijara so'zini eshitishi bilanoq avtomatik tarzda IAS 40 haqida o'ylaydi. Ammo standartning juda nozik, ko'pchilik e'tibor bermaydigan bir qoidasi bor. Mana jimboyakning yechimi. Standartda juda aniq qoida bor. Agar mulk kompaniyaning o'z xodimlariga ijaraga berilgan bo'lsa, ular hatto bozor narxida ijara haqi to'layotgan bo'lsa ham, bu mulk egasi tomonidan band qilingan mulk hisoblanadi. Demak, bu investitsiya mulki emas. Demak, bizning aktivimiz aslida qaysi standartga tushishini aniqlab oldik. Bu IAS 16. Endi keling, to'g'ri buxgalteriya hisobini qanday yuritish kerakligini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Xo'sh, rahbariyat binoni hozirgi bozor narxida, ya'ni 50 millionda ko'rsatmoqchi. Buning uchun biz IAS 16 ning qayta baholash modelini qo'llaymiz. Jarayon juda oddiy. Birinchi navbatda 5 yillik eskirishni hisoblaymiz. Keyin binoning hozirgi balans qiymatini topamiz va nihoyat bozor narxi bilan solishtirib farqini aniqlaymiz. Keling, raqamlarga o'tamiz. Yillik eskirish qancha? 30 millionni 30 yilga bo'lsak, yiliga $1 million. 5 yil o'tdi, demak jami eskirish $5 million bo'ladi. Binoning balans qiymati qancha qoldi? Boshlang'ich 30 milliondan 5 million eskirishni ayirsak, $25 million qoladi. Endi yangi bozor narxi 50 milliondan shu 25 millionni ayirsak, $25 million ijobiy farq hosil bo'ladi. Demak, natija $20 million qiymat oshishi. Va mana shu yerda yana bir muhim jihat bor. Bu 20 million kompaniyaning shu yilgi sof foydasiga qo'shilmaydi. Aksincha, u to'g'ridan-to'g'ri kompaniya kapitaliga, ya'ni qayta baholash zaxirasi degan xususiy bo'limga yoziladi. Buni buxgalterlar boshqa umumiy daromad yoki qisqacha OCI deb atashadi. Mavzuni yanada mustahkamlash uchun keling, bir tasavvur qilib ko'raylik. Agar bu bino haqiqatan ham investitsiya mulki bo'lganda nima bo'lardi? Ya'ni o'z xodimlariga emas, begonalarga ijaraga berilganda. Qarang, IAS 40 da kompaniyalar uchun ikkita yo'l bor. Birinchisi tannarx modeli, bu deyarli hozir bizga o'ygan IAS 16 ga o'xshaydi. Ikkinchisi esa ancha qiziqroq, bu adolatli qiymat modeli. Bu modelda mulk har yili bozor narxida qayta baholanadi va eng g'ayrioddiy tomoni umuman eskirish hisoblanmaydi. Tasavvur qilyapsizmi? Eskirish yo'q. Mana bu jadval, ishonavering, hamma narsani o'z joyiga qo'yib beradi. Ikki standart orasidagi eng katta, eng asosiy farq mana shunda. IAS 16 da qiymat oshsa, bu pul to'g'ri kompaniyaning kapitaliga boradi, OCI ga. Ya'ni kompaniya shunchaki boyroq bo'lib ko'rinadi. Lekin
IAS 40 ning adolatli qiymat modelida esa o'sha qiymat o'sishi to'ppa-to'g'ri kompaniyaning sof foydasiga, ya'ni P&L ga boradi. Bu nima degani? Bir holatda kompaniyangiz shunchaki boyroq, ikkinchi holatda esa shu yili juda katta foyda qilgandek ko'rinadi. Bu investorlar uchun osmon bilan yercha farq. Demak, bugungi tahlilimizdan qanday xulosalar chiqarishimiz mumkin? Keling, eng muhim darsni jamlab olamiz va keyingi bundan ham qiziqarli mavzuga zamin yaratamiz. Bugungi tahlildan yodingizda saqlashingiz kerak bo'lgan eng asosiy qoida shu: o'z xodimlaringizga ijoraga berilgan har qanday bino, ular qancha ijara haqi to'lashidan qat'iy nazar, hech qachon investitsiya mulki hisoblanmaydi. U har doim IAS 16 bo'yicha egasi tomonidan band qilingan mulk sifatida tan olinadi. Mana shu qoidani hech qachon unutmang. Va nihoyat, sizni o'ylantirib qo'yadigan bir amaliy savol. Tasavvur qiling, siz yillar davomida ishlab kelgan o'z ofisingizdan ko'chib, uni endi begonalarga ijaraga bermoqchisiz. Ya'ni, aktiv IAS 16 dan IAS 40 ga o'tyapti. Aynan o'sha o'tkazish kunida uning bozor narxi balans qiymatidan $300,000 ga ko'p. Xo'sh, bu $300,000 shu yilgi foyda deb tan olasizmi yoki kapitalga o'tkazasizmi? Bu savolning javobi sizning kompaniyangiz moliyaviy natijalarini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Javobini esa keling keyingi tahlilimizda birgalikda topamiz.